Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa bugungi ishimiz Panjigin shahrida bo'ladi. Xudo xolasa Sojinada. Bir xil bo'lgan, balanti ham, pasti ham, mana shapkalari ham bir xil fasonda qilingan, mana ko'ryapsizlar. Ishi sifati, kachествоsi juda ham a'lo darajada. Ichkalar bilan bitta ichkalarni ham ko'rib chiqamiz xudo xolasa. Qani bismillahirrohmanirrohim ketdik. Hammamizga shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin deganlar bitta layk turib qo'yamiz, qo'yamasdan lekin. Yaxshi niyat qilsanglar, xudo xolasa, xudo sizlarni ham yetkazadi. Xudo bizni ham shunaqa chiroyli uylarga yetkazsin deganlar bitta layk turib qo'yamiz. Ko'ringlar aziz tomoshabinlar, xudo xolasa juda ham hashamatli uy. Akamizning uylari mana juda ham chiroyli qilib, cho'tki fasolada qilib berganmiz. O'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar xudo xolasa. Hozir kottejlarni ham ko'rsatamiz va shu nomerlardan bo'lgan. Mana bu ichkari tomonlarimiz aziz tomoshabinlar, mana o'zingizlar ko'ringlar, bitta qilinmayotgan ishlarga baho berib qo'yasizlar. Mana aziz tomoshabinlar, xudo xolasa Panjigindagi ishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bitta layk turib qo'yinglar, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.